Toshkentda BYD Avtozon tomonidan noyob eksperiment o'tkazildi. O'zbekistonda ilk marotaba blogerlar o'rtasida yoqilg'i tejamkorligi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Bu musobaqa shu turdagi birinchi loyiha bo'lib, unda avtoekspert va blogerlar BYD DMI gibrid texnologiyasining samaradorligini amalda sinovdan o'tkazdilar. Har bir avtomobil bir xil yo'nalishda 100 km masofada, shahar va shahar tashqarisidagi yo'llarda harakatlandi. Ammo har birining haydash uslubi o'ziga xos. BYD DMI gibrid tizimi elektr dvigateli va yuqori samarali benzin dvigatelini o'zida uyg'unlashtiradi. Shahar ichida avtomobil asosan elektr quvvatida harakatlanadi. Zarurat tug'ilganda esa ichki yonuv dvigatelini ishga tushiradi. Marshrut yakunida har bir ishtirokchining natijasi hayratlanarli bo'ldi. 100 km masofaga 2,1 litrdan 2,4 litrgacha yoqilg'i sarflandi. Hatto erkin haydash uslubida ham BYD Seal 6 DMI rekord darajada past yoqilg'i sarfini ko'rsatdi. Texnologiya shuni isbotlaydiki, gibrid bu quvvat, qulaylik va tejamkorlikni birlashtirgan tizimdir. BYD Avtozon jamoasiga juda ham katta rahmat, juda ham qiziqarli kun bo'ldi. Bugungi test sinovimiz natijasini hozir aytmayman, lekin sizlarni shokka olib keladigan natija bo'lgan. Даже men ham u narsani ko'rib, haligacha o'zimga kela olmayapman. To'liq videoni bo'lsa, YouTube'da tomosha qilishingiz mumkin. Ishtirokchilarning har biri turli xil natijaga erishdi. Lekin xulosa bitta: DMI gibrid tizimi haqiqatan ham yoqilg'ini tejaydi. BYD avtomobillarini xarid qilish uchun BYD Avtozon dilerlik markazlariga murojaat qiling. BYD Yashnobod, BYD Lunacharskiy, BYD Mirobod, BYD Farg'ona, BYD Jizzax va BYD Navoiy.